G'afur G'ulom 1903-yil 10-may sanasida Toshkent shahrining Qo'rg'ontepa mahallasida dunyoga keladi. G'afur G'ulom o'z ijodiy faoliyatini 1923-yilda boshlaydi. 1916-yil kuzida G'afur G'ulom o'qishga kiradi va ko'plab kasblarda o'zini sinab ko'radi. Pedagogik kurslarda tahsil olib, Toshkent pedagogika institutini tamomlaydi. 1919-1927-yilgacha o'qituvchi, maktab direktori hamda bolalar uyini tashkil etishda faol ishtirok etadi. G'afur G'ulom 1923-yilda yozilgan Felix farzandlari she'rida yetim bolalar haqida gapirar ekan, unda yozuvchi o'z hayotini ifodalaydi. O'zbekiston xalq shoiri akademik G'afur G'ulom tomonidan o'z ijodiy faoliyati davomida ko'plab she'riy to'plamlar nashr etiladi. G'afur G'ulom xalq dardini kuylagan shoir sifatida o'z ijodiy faoliyatini davom ettiradi. G'afur G'ulom qalamiga mansub bo'lgan Mening o'g'rigina bolam, Yodgor, Shumbola, Farzandi Solih kabi kitoblar orqali yosh kitobxonlar qalbidan joy olgan. Akademik G'afur G'ulom o'z ijodiy faoliyati davomida ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan. G'afur G'ulom ijodiy faoliyatini keng targ'ib qilish maqsadida G'afur G'ulom uy-muzeyi tashkil etilgan. Adib o'z ijodiy faoliyati davomida ko'plab she'rlar, asarlar, hikoyalar hamda dostonlar yozadi. Adib tomonidan urush yillarida yozilgan Sen yetim emassan she'rini urush yillarida ota-onasidan erta yetim qolgan bolalarga atab yozadi. Adib 1966-yil 10-iyun sanasida og'ir xastalik bilan vafot etadi.